Oldingi haftadan boshlab Uyg'ur elidan o'xshash uslub, o'xshash tekstimda, o'xshash texnikalar xizmatlar bilan ishlanganligi ko'rinib turadigan bir qator videolar orqam-orqadan tarqalishga boshladi. 我叫佐仁妮莎·姆赫达尔，是新疆教育学院的学生，是一名土生土长的维吾尔族姑娘。 Bu yurish videolaridagi so'zlarning tug'uchi birdak Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Pompeoga qaratilgan bo'lsa, so'zlagichlarning tamoman Uyg'ur ekanligi xalqarodagi Uyg'ur masalasiga diqqat qiluvchilarning gumoniy qarashlarini qo'zg'adi. 蓬佩奥，名字说出来不中国的蓬佩奥，又说坏话了。这个人真是闲的没事干，动不动说出来胡说八道，抹黑我们各民族互相帮助、一起致富的好事情。 Bularning ichida bir qadar gavdalik bo'lganlari Amerika hukumatining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan zulmlarni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligida qarorining Xitoyning yuqori qatlam amaldorlarini, bo'libmi Uyg'ur avtonom rayonining bu bostirishda bevosita qo'l bor deb qaralgan amaldorlarni cho'chitganligidir. Analizchilarning qarashicha, Xitoyning Uyg'urlarni bostirishda bevosita javobgarligi bor amaldorlari Amerika hukumatining bu kuchli qaroridan keyin o'zlarining javobgarlikqa tortilish nishoni bo'lib qolishidan ansirashga boshlagan. Shuning uchun ular o'zlari bostirayotgan Uyg'urlar orasidan bir qism kishilarni munbarga chiqarib, Amerika hukumatiga va Pompeoga qarshi tashviqot urushini qanot yaydirishga boshlagan. 26 yanvar kuni Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining har darajalik hukumat xodimlariga avatgan ko'rsatmasi Birlashma agentligining muxbiri tarafidan oshkorlandi. Mazkur ko'rsatmada mundaq deyilgan: har qaysi organlar va tashkilotlar yaqinda Amerika tashqi ishlar ministri Pompeoning Jongoga qarshi qilgan so'ziga javoban qisqasin ishlanglar. Sin ko'rinishi uchun birinchidan Xitoy tili yaxshi bo'lgan Uyg'ur xizmatchilarini tanlanglar. Ikkinchidan Pompeoning so'ziga aniq pozitsiya bildiringlar. Masalan, Pompeoning Jongoga qarshi so'zlarga qat'iy qarshi turaman. Mening ularga bakma g'azbim keldi degandek. So'zlagichilarning o'zlarining partiyani, davlatni va Xinjiangni yaxshi ko'radiganligini ifodalashi kerak. Masalan, men Jongoliq, men vatanimni suyman, xizmat va turmushda xushhalman degandek mazmunlarni o'z ichiga olgan bo'lishi kerak. Pompeo 在网上发表了一些关于我们大明新疆的不实言论，污蔑中国，编造谎言。这个以撒谎、欺骗而出名昭著的蓬佩奥说的这些话太可笑、太荒诞。我叫阿卜杜吉利里，我出生在新疆金河县，我从小在民族团结的氛围中长大的。2012年的时候，我通过考试，考到了奎屯市公安局，成为了一名光荣的人民警察。 Texmi qizqarliq yeri shuki, 27 yanvardan boshlab Xitoy hukumati o'z fuqarolarining ishlatishini cheklagan xalqaro ijtimoiy taratqulardan Twitter va YouTube'larda maxsus Uyg'ur hikoyasi nomli hisobot beti ichishidir. Mazkur ijtimoiy taratqu hisobotlari hech qanday organ yoki hukumat o'rniga tava ekanligi ko'rsatilmagan bo'lib, shaxsiy hisobot shaklida o'tirg'i chiqqan. Uyg'ur elida chet el ijtimoiy taratqularni ishlatganligi uchun lager va turmalarga so'langan nurg'ulg'an Uyg'urlarning qismatlarini ko'zda tutganda bu hisobotlar hargizmi shaxslarga tava emas deb qarashga bo'ladi. Yaqinda muhojiratdagi bir qism Uyg'ur faoliyatchilar bilan kasbiy xodimlar Xitoy hukumatining chet elga ta'tir tashviqot tarqatish uchun mushu xil vositalarni qo'llanayotganligini fosh qilishga boshladi. Ular xalqaro taratqular, shundaqla har qaysi davlat hukumatlarini Xitoyning bu xil ilin-ayronlarning qaymoq turishiga uchrab ketmaslikni eskartmoqda.